bilan qanaqa yashagansiz? Bir urush janjalli vaziyatlar ham bo'lganmi? Men kalta yeganman. Turq tarovatingga Nima? Men kalta yeganman. Qanaqa qilib kalta yegansiz? Qo'llarim ko'kartib tashirdi. Turk ekanki bu. Ya challa go'shingga bu mening har. Tirnoq yotardi, bo'ynlarim, yuzlarim tirnoq yotardi. Nimaga? Yo. Siz surishtirmasdan olganmiz-da. Yo'qmasa qo'tolmayman onangni ko'ttigasizga. Yo, iltimos, bizani ustimizdan kulishga Yo'q, kelmadingizmi? kulmang. Yo, Boshqa erkak gap kishi bo'lsa, kalta yeydigan qanaqa erkak bo'ladi o'zi? Endi Mana bunday qilib to'xtatib qo'ymadingizmi urayotganda? boshida yangi kelin deb indamaganmiz. Ay bilin. Menda o'sha onam aytdilar, yangi kelin deb indamay turaversam, sal qattiqroq turmaysanmiz, opa to'xtang, sal o'zi kelib qolar dedim, indamadim. O'tag'im yetsa. Onam urushgacha borgandan keyin javob Onangiz ham Onangiz ham ustimi urushga kelin? Bu oilaga kelganini bilarmidi? bilardi, endi DTP kasali bor-da. Uylanayotganda bilmadingizmi? Yo'q. Doktordan o'tmadingizmi? Tushganda DTP kasali bor degani biz tushunmaganmiz-da, tushunmasdan olaverganmiz. Ha, o'taq deyapsiz. To'y ham, nikoh ham, zakkis ham bo'lgan. Endi hozir anjasholmayapman. Buyoqqa chiqqan onangni sikay. Kelin bola kelmadi, biz hech narsa qila olmaymiz dedi-da. Hozir ajrashganmisiz? Yo'q ekanda Qonundan buni chiqmadi. ish ko'rolmaymiz. Qanaqa qilib ko'ramiz ishni? Hayronman. 90 ming so'm pul bilan pasport kerak dedilar, saksxonada, lekin onam pasportini bermadilar-da. Onangiz kelinni pasportini olib qoldimi? Yo'q, meni pasportim Nega? onamda. Onangiz kelin bilan yashashingizni xohlamaydi. To'g'rimi? Shunaqa, ha. Ha, xohlamasa nima sababdan sizni pasportingizni ajratish uchun bermaydi? Anaqa ishonch yo'qotgansan dedilar. Onangiz tomonidan. Nima ishonchlarni yo'qotdingiz? Pasportimni olganman-da, hozir kserokopiya qilaman deb xotinimga olib borib berganman. 3 marta kserokopiya qildi, keyin o'zi bilan olib ketdi. Onam aytdi, so'ramaysan sababi nima kserokopiya qildi deb. Ha, kelin xotiningizga berib yuborgansiz. Pasport kserokopiyasini O'sha berib yuborgansiz. Nimaga berasiz? Nima berasiz? Kallam ishlamaganda, boshim ishlamagan. Yo, o'zi ishlaydimi boshingiz? Ishlaydi endi. Ursa indamasangiz. Yo'q. Pasport ber desa bersangiz. Bolam bunda jiddiy qarang-da hayotga.